Men bir muslima beva ayolni nikohimga olgan edim. Hamma qatori. Nikohimizdan 3 kun o'tib, birinchi ayolim bilib qolib, voy, boshlamdi-da. Uyda janjal ko'tarilib, nima deb o'yladingiz? Xursandchilik bo'ladi deb o'ylamadingiz. Yo uni tanlang yoki meni deb turib oldi. Agar meni tanlasangiz, nima? Meni guvohligimda ana shunaqa deydi. Uni talog'ini berasiz deb. Ko'rdingmi? Deyishni aytadi-da, men guvoh bo'laman deydi talog'iga deydi. Ikkita sabab bor shunaqa deyishiga. Rostdan taloq qo'yganingizni ko'rgisi keladi va anunga ko'rdingmi, sen sarqitsan demoqchi bo'ladi. Lekin erkak kishini yegani bo'ladi shunaqa qilsa. Shirin bola, shakar bola, katta bola xotinidan qo'rqadigan latta bo'ladi, shunaqalarga aytiladi. Yegani o'sha bo'ladi, borib toy bola bo'lib qoladi. Butun umr xotini o'yinchoq qilib o'ynab beradi keyin shunaqa qilsa. Xo'p, men ilojsizlikdan ikkinchi ayolim